Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Saudiya Arabistoniga 100% grantga topshirish uchun nimalar kerak bo'ladi va qanday hujjat topshiramiz, bular haqida batafsil ma'lumot olamiz. A, Bu Saudiya Arabistoniga topshirish uchun shu veb-saytdan foydalanamiz. Hozircha bu veb-saytimiz yopiq. 15-apreldan boshlanadi. 15-maygacha topshirishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, batafsil ma'lumot olish uchun ularning bizga taqdim qilgan shu yo'riqnomasini yaxshilab ko'rib tanishib chiqamiz. Agar siz Saudiya Arabistoniga 100% grantda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizdan nimalar talab qilinadi ko'rib chiqamiz. Biz Saudiya Arabistoniga bakalavr, magistratura va doktorantura uchun topshiramiz va ichida meditsina ham bor ekan. Birinchi navbatda bizga nimalar kerak bo'ladi? Agar biz bakalavrga topshirmoqchi bo'lsak, bizga birinchi bo'lib yoshimiz muhim ahamiyatga ega bo'lar ekan. Yoshimiz 17 yoshdan 25 yosh orasida bo'lishi kerak bakalavr uchun. Mana ko'rib turibsizlar. Undan keyin diplomimiz arab tiliga tarjima qilinishi kerak va boshqa sertifikatlarimiz, baholarimiz va tavsiyanoma xatlarimiz ham o'z ichida bo'lishi kerak. Undan tashqari magistratura uchun bizni yoshimiz 30 yoshdan kichkina bo'lishi kerak ekan va doktorantura uchun esa 35 yoshdan yoshimiz kichik bo'lishi kerak ekan. Bundan tashqari, agar siz Saudiya Arabistoniga o'qishga qabul qilinsangiz, u yerda sizga judayam ko'p imkoniyatlar beradi va siz bu grantga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz bu davlatdan oldin umuman grant olmagan bo'lishingiz kerak ekan. Undan tashqari boshqa yana o'zini shartlari bor. Bulardan yana biri meditsinaga topshirmoqchi bo'lganlar uchun Arabistonni o'zini meditsina imtihoni bor. Siz o'sha meditsina imtihonidan o'tgan bo'lishingiz kerak ekan. Kelinglar, bundan keyingi shartlarga o'tamiz. 3 xil grant bor ekan. Birinchisi full scholarship, ya'ni 100%lik. Biz uchun shu yeri muhim bo'ladi. Bu yarimga yarim yoki siz o'zingiz to'lab o'qiydigan dastur. Bizga shu birinchisi kerak bo'ladi. Undan keyingisi til muammosi. Asosan IELTS sertifikati kerak bo'ladi, lekin bu ingliz tilida o'qitiladigan dasturlar uchun. Ingliz tilida IELTS, TOEFL yoki boshqa xalqaro birorta sertifikat bo'lishi kerak. Lekin arabcha dasturlar bor. Asosan islom yo'nalishida, undan tashqari dunyoviy bilimlarni ham arab tilida o'qitadigan yo'nalishlar bor va siz o'sha yo'nalishlar uchun ham hech qanaqa sertifikatsiz arab tilini bilmasangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Agar siz arab tilini bilmasangiz, kelib kamida 1 yil yoki 2 yil arab tilini o'rganasiz va o'sha o'rgangan yillaringiz davomida ham siz 100% grant bilan ta'minlanasiz. Undan tashqari, Study in Saudi veb-saytida topshirishingiz mumkin. Undan tashqari, qaysi universitetlarga topshira olamiz? Sharqqa universiteti, King Faisal universiteti Jiddada bor, Al-Quara, Risattam, Taifa universitetlari va shu yerda ko'rib turganingiz barcha universitetlarda grant uchun joylar bor ekan. Asosan bu yerda ayol va qizlar uchun Saudiya universitetlarida joylar bor ekan. Lekin eng ko'p joy Madina universitetida 185%lik joy bor ekan. Qolgan universitetlarga joylar 5%dan to'g'ri kelar ekan. Shuni ham diqqatga olib qo'yamiz. Qizlar universitetlari asosan Saudiya Arabistonida bilasizlar alohida bo'ladi. Erkaklar universitetlari alohida bo'ladi. Ba'zi universitetlarda balki aralash ham bo'lsa kerak. Undan keyingisi qanaqa yo'nalishlar bor? Mana ko'rib turibsiz, bu yerdagi yo'nalishlar siyosat, huquq, ta'lim, biznes boshqaruvi, ekonomika, iqtisod, undan keyin tabiiy fanlar, kompyuter muhandisligi, yer unumdorligi, buni o'zbekchasini bilolmadim va shariat,
arab tili dasturlari va yangi qo'shilgan yo'nalishlardan media yo'nalishlari. Shu yo'nalishlarga topshirsangiz bo'lar ekan. Kelinglar bundan keyin yana bir ko'rib chiqamiz, agar nima bo'ladi biz grant yutib olsak. Birinchi o'rinda qabul maktubimiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qabul maktubini olganimizdan keyin bizni akademik hayotimiz boshlanar ekan. Akademik ya'ni o'qish hayotimiz boshlanadi. O'qish jarayonida sizdan nimalar kutiladi? Aktiv bo'lishingiz va aktiv bo'lgan holatda konferensiyalarga, har xil o'qish dasturlariga qatnashishingiz kutiladi. Agar siz bitirganingizdan keyin ham o'qishingizni davom ettirishingiz uchun ular yordam beradi yoki ish hayotingizga ham grant dasturlari o'z hissalarini qo'shib siz bilan muloqotda bo'lib turadi. Men o'zim Turkiyada 2017-yili grant yutib olganman va Turkiyada o'qiganman. Hozir doktoranturada o'qiyapman Turkiyada. Hozirgacha bakalavrda yutib olganim uchun, Turkiya burslarini yutib olganim uchun doktoranturada o'qiyotganimdayam ular menga moddiy, ma'naviy haliyam yordam berib kelishmoqda. Turkiya burslari, ya'ni xuddi shunaqa bu programmani turkcha versiyoni. Bu endi arablarniki. Arabistondayam xuddi shunaqa ekan. Mana bu yerda o'zlari bizga aytyapti. Undan keyin agar siz o'sha Arabistonda grant yutib olsangiz nimalar bo'ladi? Sizda ta'lim olish imkoniyati va yangicha fikrlash imkoniyati, yangi yutuqlar, boshqacha qarashlar, ya'ni araştirish, bu izlanish dasturlariga qatnashish, treninglarga qatnashish va boshqa imkoniyatlar ham bo'lar ekan. Endi kelinglar yanayam batafsilroq bu ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Qabullar qachon bo'ladi? Arabistonga to'liq grant yutib olish uchun qabullar boshlanishiga judayam oz kun qoldi. 15-aprelda boshlanadi va 15-mayda tugaydi. Shuning uchun hoziroq hujjatlaringizni tayyorlab topshirishni boshlashingiz kerak. 15-may bilan 18-iyun orasida saralash bo'ladi va 30-iyunda yakuniy natijalar e'lon qilinadi. 30-iyun judayam yaqin muddatda natijalar e'lon qilinadi. Menimcha bu judayam zo'r imkoniyat. Bu imkoniyatdan hayotingizda bir marta bo'lsa-ham foydalanishni tavsiya qilaman. Chunki oradan yillar o'tgandan keyin, bir orqangizga qaraganingizdan keyin, o'sha paytda, o'sha yilda men Saudiya Arabistoniga nimaga grantga topshirmagan ekanman? Balki topshirganimda chiqib qolar edi-ku va hayotim o'zgarib ketar edi-ku degan bir armon bo'lmaslik uchun bu grantga topshirishingizni tavsiya qilaman. To'g'ri, topshirasiz, lekin grant chiqish ehtimoli 50 ga 50. Sizga grant yo chiqadi, yo chiqmaydi. Bu degani yo'q, topshirsang ham senga bu grant chiqmaydi degani emas. Kelinglar yanayam batafsilroq yana davom etamiz. Grant imtiyozlari nima? Mutlaqo bepul ta'lim va yotoqxona. Yotoqxona ham bepul. Har oylik stipendiya $250 dan boshlanadi. Masalan, siz magistraturada yoki doktoranturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, bu stipendiya miqdori o'shanga qarab oshadi. Bepul tibbiy sug'urta. Bu chet elda yashaganlar uchun bepul tibbiy sug'urta juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki siz chet elda kasal bo'lib qolsangiz, juda ham katta pul ketadi. Dori-darmonlar uchun, kasalxonaga to'lov uchun. Agar sizda tibbiy sug'urta bo'ladigan bo'lsa, deyarli sizga bepulga tushadi, hamma yo'q. Dorilarni ham deyarli katta chegirma bilan olasiz. Masalan, bitta dori 100 ming so'm bo'lsa, sizda tibbiy sug'urtangiz bo'lsa, siz 10 mingga olasiz o'sha doridan. Har yili bepul aviachiptalar. Masalan, Turkiya burslari, birinchi sizni Turkiya burslariga, ya'ni Turkiyada siz grant yutib olsangiz, birinchi O'zbekistondan Turkiyaga kelishingiz uchun sizga bitta aviachipta olib berishadi va qachonki siz o'qishni tugatib diplomingizni qo'lingizga olganingizdan keyin sizga qaytish biletingizni ham Turkiyada grant yutib olsangiz olib berishadi. Lekin Arabistonda grant yutib olsangiz, Saudiya Arabistonida grant yutib olsangiz bunday bo'lmaydi. Har yili borib kelishingiz uchun sizga nima berar ekan? Aviachiptalar o'zlari olib berar ekan. Va eng asosiysi, menga juda ham yoqqan imkoniyat bu haj va umra imkoniyati. Ya'ni siz har yili haj va umraga grant tomonidan bepulga borib kelasiz. Shuning uchun ham bu grantga topshirish kerak deb o'ylayman. Kamida siz Makka, Madinaga
hoji bo'lish uchun bitta harakat qilgan bo'lasiz. Kerakli hujjatlar nimalar? Judayam ko'p hujjatlar kerak emas Saudiya Arabistoniga grantga topshirish uchun va grant yutib olish uchun. Asosiy hujjatlardan biri zagrant pasport. Ya'ni chet elga chiqish uchun pasport kerak bo'ladi. Oddiy ID karta yoki ko'k pasportimiz bo'lmaydi. Undan keyin attestat kerak bo'ladi 11-sinflar uchun attestat. Agar 11-sinfda hali tugatmagan bo'lsangiz, chorak baholaringiz bilan topshirsangiz bo'ladi. Undan tashqari, siz agar magistratura, doktoranturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, sizning diplomlaringiz, transkripsiyonlar, ya'ni baholaringiz kerak bo'ladi. Agar siz magistraturani bitiruvchisi hisoblasangiz, faqat baholaringiz bilan topshira olasiz yoki bakalavrda bitiruvchisi hisoblansangiz, bakalavrdagi baholaringiz bilan topshira olasiz. Undan tashqari sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotnoma. Buni MyGovdan topsangiz bo'ladi. Tibbiy ma'lumotnomani ham MyGovdan topsangiz bo'ladi. Faqatgina ularni tasdiqlatib olish uchun asosan tibbiy sug'urtanomani tasdiqlab olish uchun yoningizdagi poliklinikalarga borib tasdiqlatib olishingiz kerak. Undan tashqari o'zingizga bitta rasmingiz kerak bo'ladi. Rasmingiz orqasi oq fonda bo'lishi kerak. Kiyimda farqi yo'q, lekin orqasi oq fonda rasmiyroq bo'lishi kerak. Undan tashqari bizga ikkita tavsiyanoma xati kerak bo'ladi. Tavsiyanoma xati asosan qanday yoziladi? Ingliz tili va yoki arab tilida yozilishi kerak bo'ladi. O'zbekcha yozilgan tavsiyanomalarni arab tiliga tarjima qilish so'raladi. Agar iloji bo'lsa, arab tilida yozilgan tavsiyanomalar yaxshiroq natija beradi. Baholar muhim ahamiyatga egami? Baholar muhim ahamiyatga ega. Lekin judayam past bo'lsa, masalan, uchlaringiz ko'p bo'lsa ham topshirsangiz bo'ladi. Bu hali imkoniyati yo'q, chiqmaydi degani emas. Uchlaringiz ko'p bo'lsa ham topshiring, lekin iloji boricha baholaringiz yaxshi bo'lgani yaxshi. Bizda topshirib berish xizmati qancha? Biz 500 ming so'm emas, 300 ming so'mga topshirib beryapmiz. Chunki siz bu hujjatlaringizni, shu yerda so'ralgan hujjatlaringizni arab tiliga ham tarjima qildirib berishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda tarjimon yo'q bo'lsa, bizning o'zimizning tarjimonimiz bor. Uning nomerini beramiz, siz o'zingiz kelishib tarjima qildirasiz va notariusdan tasdiqlatasiz. Agar siz rostdan ham Saudiya Arabistoniga grant yutmoqchi bo'lsangiz, iltimos bizga bog'laning va biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.